Assalomu alaykum qadrli mijozlarimiz. Mana bir mijozimizga Balgat brendidan motokultivator sotdik. Hozir uni ishlash jarayonini sizlarga chiroyli video qilib ko'rsatib beramiz. Birinchi o'rinda motokultivator xalostorligi tekshirilishi kerak. Ko'rasiz, xalostor turishga skor ko'rganmiz yurmaydi. Xalostor qilib, xalostorni tekshirib, kelasiz. Mana da 10 degan knopka, 10 ni bosish kerak. Gazni sal ko'tarish kerak. Xalostor qilingandan keyin kelasiz. Mana bu yerda mana passos degan narsa bor. Motor qizib tursa passos joyiga turadi. Qizimagan bo'lsa passos bu yerga qaytarib benzin ochiq turishi kerak. Orqamiz o'tagan o'tkazishimiz kerak. Faqat o'tagan o'tkazamiz, bu o'tatish kerak. Mana bu zadi. Birinchi mana oldi ko'rsak, birinchi sport tushadi, arqa ko'rsak, ikkinchi sport tushadi. Birinchi o'ringa bosamiz, oxirigacha sport turamiz, bir o'chyapti. Aslida qo'yib yuboramiz. Oldingi ko'zlar. Bunda sal gazni ko'rsatib, tezroq harakatlanadi. Endi zadiga mo'q bo'lsa, xalostor qilib, xalostorga bo'ladi. Buni bosiladi. Bunda bosilgan zadini bosib, buni bo'lsa asta qo'yib yuboriladi. Asta ketadi. Bu bosib turish kerak. O'rtamoq bo'lsa, bosib qo'yib yuboriladi. Lekin yana bittani ziyodan chiqmasa, skor ko'rib turib ham zadini bosib, karobdan ko'rgazib, shunday aqlat qilish kerak. Har doimdek shu motokultivator hodisasida uyg'oq bo'lganda tortiga yo'q sachira boradi, birda o'rtatirmaydi. Birinchi uni holatiga kelgandan keyin o'tishlardan motokultivator uyg'oq borilgandan keyin birdaniga o'taltirmaydi. Chunki mana porsimga yo'q sachira boradi. 1-2 soat mana shu holatga turgandan keyin o'taltirish kerak. Apkatga yodingizdan chiqmasin. Mana bu narsa motor bo'ladi, keling. Mana bu narsa motor bo'ladi. Motorga hozir 750 gram yog' solindi. 170F motor turibdi. 750 gram yog' solindi, universalli. Bu narsani olib borganlik 1-2 soat turgandan keyin, mana shu urin holatda turgandan keyin o'taltirib, 15 minut o'taltirish kerak. Yarim soat sovusin. Yana 15 minut. Kamida 5 marta, 6 marta shunday qilib, mana bu yerda o'ng bolt ketadi. Motor yog'ini to'kib tashlash kerak. Mana unga 1-2 litr benzin solib qo'ying. Chunki ichida 1 litr benzini bor. Bu narsani ustiga dafalitinar benzin turishi kerak. Motor yog'ini to'kib tashlaysiz. Karobkani yog'i shart emas. Karobkaga 2 litr yog' solindi. Mana da lishnisini chiqaradi. Haydagan mahallingizga mana tepasi teshik bolti bo'ladi. Isparani mana lishnani voziqlarni chiqarish uchun o'sha karobkada solingan yog'ni bir 50 gram 100 gram ziyodasi bor. Haydagan mahalga manadan chiqarib tashlaydi. Uning hech qanday ziyoni bo'lmaydi. Balgat original brendimiz. Motorga 750 gram yog' ketadi. Motorni yog'ini apkatga qilib to'kib tashlagandan keyin dalaga ham apkatga qilish kerak boshqa. Birdaniga soatlab haydash kerak emas. 15-20 minut ishlatib dam oltirib, balonlaring originalli 408 balon, originalli traktor. Bemalol mazzaga ishlatiladigan traktor. Bo'lsa xalqimiz bo'lsin, shu mahsulotlardan kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Endi bosing. Videochimizga ham gap yo'qda. Original video olishadi.